Uydan chiqib ketdi, bo'ldi, uning xo'jayini, uning rozi qilishi lozim bo'lgan bitta inson qoladi uning. U ham bo'lsa eri. Xonadonida bo'lgan paytida ota-onasi, aka-ukasi hammasining hurmati, itoati uning uchun vojib edi. Ammo uydan chiqib ketgandan keyin faqat va faqat uning itoati erining qo'lida bo'ladi. Demak, faqat eriga itoat qilish kerak. Uning faqat kimni roziligini olish kerak deganda esidan chiqarmasa ayol, faqat erining roziligini olish kerak. Ana o'shanda jannat vojib bo'ladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ayollar toifasiga aytganlar. 3 toifa odam bor. Agar ular Alloh subhanahu va taolo uchun o'sha Alloh rozi bo'ladigan maqomda bo'lmasalar, namozlari qabul bo'lmaydi. Birinchisi imom. Shunday imomiki namoz o'qiyapti, orqadagi jamoat undan norozi. Undan nafratlanadi. U imomni ham namozi ko'tarilmasdan, maqbul bo'lmasdan. O'zidan o'zi sekin bo'shab ketaverish kerak. U birov uni majburlab qo'yish kerak emas-kan. U o'zining zo'ravonlik bilan turish kerak emas-kan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadis shariflarda aytibdilar. Qaysi bir qavmgaki imom bo'ldi, qavm uni yomon ko'rsa, u imomning namozi emas. Ya'ni uning orti namoz o'qiganlar namoz qabul bo'lmaydi. Ixlos bilan, muhabbat bilan turilib, iqtido qilingan imomning namozi qabul bo'ladi inshaalloh. O'ziniki ham, orqadagilar ham. O'shaning uchun doimo imomlarimiz ortida namoz o'qiyotgan bo'lsak, muhabbat bilan, ixlos bilan o'qiylik. Yomon ko'rmas. Yomon ko'rsa, demak namozini maqbul bo'lmaydi. Yoki yomon ko'rinayotgan holatda imom bilsa, o'zi sekin, qavm majbur qilmasa, o'zi sekin bo'shab ketaverish kerak. Chunki qavm meni yoqtirmayapti deb majburlab o'tirish kerak emas. Bu bir imomning namozini Alloh qabul qilmaskan. Ammo Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytibdi, boshidan yuqoriga chiqmaydi, samo olamiga chiqmaydi. Ikkinchisi Al-Abdul Abiq min sayyidihi, o sayyididan qochib ketayotgan qul. Ya'ni bir orasida xo'jasi bilan rozi rizolik uchun mana shuncha nimani to'lashing kerak, sen ozod bo'lasan deb qo'ygan. U to'lamasdan o'zicha qochib ketdi xo'jasidan. Endi o'sha paytda Payg'ambar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida 10 rasul muqaddam qullik davri bo'lgan. Shariat islomiy ahkomlarning har biri qullarni ozod qilishlikka qaratilgan. Ana shunda quliki o'z sayyididan qochsa, uni sayyidi, ya'ni xo'jasi sotib oluvdi, unga joy beruvdi, unga panoh beruvdi, unga hamma yaxshiligini qiluvdi, lekin u shartnomani buzib qochib ketdi sayyididan. Yo shartnomani to'lab ozod bo'lish kerak edi yoki xizmatda bo'lish kerak. U qul ham